Neujeli shunaqa mashina bor O'zbekistonda? Eng qizig'i u 50 ming dollarga yetmaydi uni narxi deb o'zini-o'zi hayron qolsangiz kerak. Malibu bilan taqqoslashni o'zi xato aka. Bu gibrid avtomashina, benzin tanlamaydi. Shunda ham aka 1200 kilometr yurib beradi. Muhim bu crossover ham emas, sedan ham emas. Assalomu alaykum mashina ishqibozlari. Sizlar Ruslan o'z kanalini tomosha qilyapsizlar. Ruslan o'z kanalida aziz do'stlar, Buxoro viloyatidagi Changan gibrid mashinalarni ko'rsatamiz aziz do'stlar. Zamon talabi shuni talab qilib qoldik. Bugungi kunda kimgadir agar mashinalarni narxlari, mashinalarni nima deydi, shakli, dizayni jihatdan ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol Changan Buxoro avtosaloniga kelishlaringiz mumkin. Manzilda aytib o'taman hozir. Manzilimiz Buxoro viloyati, Gazli Shosis ko'cha. Xo'p, Prezidentskiy dacha ro'parasida ko'rib turganlaringizdek Xorazmdan kelishga o'ng qo'lga, bu tomoni Qashqadaryodan kelishga chap qo'lga. Viloyat Avtoseti o'z ichiga qamrab olgan avtosalonlardan bittasi. Kelib bemalol mashinalarni xarid ketishlaringiz mumkin. Agar qandaydir savollar sizni qiziqtirgan bo'lsa, ekranga bejizga telefon nomer qoldirib qo'ymaymiz. Bemalol tortinmasdan telefon qilaverasizlar. Agar kelsalaringiz mana bunaqa test-drive xizmatlari ham bor. Bittasini haydab ko'rib, mashinaga baho berib, undan keyin mashina xarid qilasizlar. Hozir ichkaridan qisqa va lo'nda qilib video olishga harakat qilamiz. Videoni boshlaymiz aziz do'stlar. Changan Buxoro avtosaloniga kirib keldik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Butun O'zbekistonga yuzlanamiz, ko'ryapsizlar. Toshkentga даже yurib ham bilmayapsizlar, buni bilaman. Cobalt Gentra'ga akalar, menimcha, uje siz o'zingiz uchun 10 yil keyingi hayotingizni ko'rib o'rishingiz kerak. Nima bo'lyapti? Butun O'zbekistonda havo zaharlanishi nima bo'lishi kerak? Albatta benzin yoki gibriddagi avtomashinalar. Albatta Changan Buxoro avtosaloni 12 ta viloyatga ham siz istagan avtomashinalarni skidkaga 50-60 million so'm chegirmalarda tushirib qo'ygan. Eng muhimi, qanaqa mashinada yurishingizdan qat'iy nazar bizga olib kelsangiz agar, o'rnagan mana shunaqa toychoqlarimizni skidka narxlarda chiqarib berishga harakat qilamiz. Avtomashinamiz salonimizda 386 million 200 ming so'mga turgan edi. Bu mashinamiz hozirgi kunda chegirmada nima desam ekan, endi Qorbobo aksiyasimi, dekabrdami shunaqa qilib 336 million so'mga tushirib qo'yganmiz. Mana bo'lmasa aka 336 millionni siz dollarga ursangiz agar, menimcha u Malibudan ancha arzon. Buni Malibu bilan taqqoslashni o'zi xato aka. Bu gibrid avtomashina, benzin tanlamaydi. Shunda ham aka 1200 kilometr yurib beradi. Eng muhimi 336 million 900 ming so'm avtomashinamizning narxi bo'lsa agar, buni bo'lamizda 12 mingga. 28 ming dollarga avtomashinamizni xarid qilib ketasizlar. Xohlang mashinani hammasi bor. Hammasi bor aka. 360 kamera, mana bunaqa agarda mabodo to'kib bo'lmasa agar benzinni o'zida yurish funksiyalari, ichki saloniga e'tibor bering. Bunaqa koja birorta nima deydi endi? Birorta salonda topolmaysiz. Mana do'stlar. Ichki salonlari nozik did talabiga mos qilib ishlangan. Eng muhimi, avtomashinani mana shu ekran orqali faqat boshqarasiz. Ekranni o'zida. Bitta ekran o'zidan xohlang mashinani nima deydi endi, zaryad oladigan joylarigacha ekranni bitta bo'lsangiz o'zi ochiladi. Shu inson uchun nima qulaylik bo'lsa hammasini kiritib qo'yibdi-da. Albatta. Eng muhimi, biz odam tanlab, mana ish haqingiz bormi, qayerdadir ishlaysizmi deb har xil savollar bermaymiz aka. Mashinani kelib Rossiyadan kelasizmi, boshqa joydan kelasizmi, biz sizga chiqarib berishga harakat qilamiz. Chiqadi ham aka. Shu yergacha 12 ta viloyatga ham faqat Changan Buxoro avtosaloni sotib kelgan eng katta rasmiy dilerlardan bittasi biz aka. Dipal SL03 sedanimizdan keyin salonimizdagi eng premium sedanni ko'rsatmoqchiman. Avatar 06 aka. Bu mashina marketingsiz ham, hech qanaqa reklamasiz ham normalni sotilyapti va bu mashinani shunchaki biz YouTube'da bitta ko'rsatib o'tmoqchimiz. Narxi sifatiga nisbatan ancha arzon. Chunki sifat juda ham premium, business class mashina. Lekin salonda turgan narx aka 660 million so'm turibdi. Biz endi shu o'sha gap Qoroboni kutgan holda 589 million so'm. Shu 590 millionga berib yuboradigan joy aka. Srazordan. Shunday. Bu degani 50 ming dollar ham emas-da mashina. Mashina narxi 50 mingga ham bormayapti. Liderlari bor, lekin 1 milliardlik mashinalar bor narsalar bor-da. Albatta u Li9 bilan ko'pchilik nima funksiyalarini taqqoslab ko'rdi. Li9 dan aka buni Avatar 03 bilan taqqoslasa bo'ladi aka. Avatar 06 ni faqat va faqat Mercedes-Benz ni eng maksimum full pozitsiyasi bilan taqqoslasa bo'ladi. Chunki o'tirganingizda mana bunaqa boshingizni massaj qiladigan, xullas massaj sistemalari, mashinani telefoningizni zaryad olishi, mana bunaqa polli ekran, aka bunaqasi yo'q. Rolni qarang, samolyot rolda. Bu BS bilan bo'lmaydi bu mashina haydab. Yo'q.
o'zingiz alohida borib aeroportga samolyot boshqarishni bir yaxshi o'rganishingiz kerak. Albatta. Hozir albatta. Bunday bo'lsangiz tepaga uchadi. Hozir albatta aziz do'stlar, mana eshik mavzusi mana knopkadan ochiladi. Bitta knopka bo'lsa, Bitta knopkani bosasiz aka, eshikni o'zi yopiladi. Ko'raverasiz. Endi ko'p maqtasak ham maqtading deyishadi-da, lekin aka maqtashga arziydigan kelib, хотя бы bitta qani bu qanaqa mashina ekan deb qiziqib ko'rganingizda, menejer sizga tushuntirganida maza qilib o'tiradigan mashinada, to'g'risi. Неужели shunaqa mashina bor O'zbekistonda? Eng qizig'i u 50 ming dollarga yetmaydi uni narxi deb o'zini-o'z hayron qolsangiz kerak. 55 ming dollarga sotilgan dekabr oyida shunaqa katta chegirmada turibdi. Uni hozir maqtayversa, mashina ko'rmagansizlarmi deyotgan bir boyagi ichi qara g'alamislar ko'payib qoladi kommentar. Aka 1200 kilometr yuriydi mashinamiz. Bemalol ana 1190 degan, lekin Danliga chiqasiz-ku va bu shaharning ichidagina aytgan, Danliga chiqqanda bemalol 1200 kilometr yuriydigan avtomashina. 4,5 litr benzin sarfi, benzin tanlamaydi. Birorta gibrid benzin yoqadi yuziga. Shunaqa. Birorta gibridga hali birorta avtosalon propanni garantiyasi bilan ustanovit qilib beraman demagan. Biz shuni ham qilib beramiz aka. Propan ham qo'yib beraverasiz. Propan qo'yamiz. Endi bor-ku, ayrim joylarda benzinni sifatsiz, masalan, bo'lib qolishi mumkin, o'sha uchun ham propanni o'rnatib berishimiz mumkin. Avatar 07 hozirgidan ko'ra bitta baland pozitsiyasi, eng muhimi bu crossover ham emas, sedan ham emas. Где-то crossover lekin. Ko'rinishidan. Avtomashina 712 million so'mga turgan edi aka. 660 million so'mga buni ham tushirib qo'ygan. Haqiqatan oldinga birinchi o'ringa turibdi. Bundaqa mashinalar men boshqa avtosalonga endi paxta qo'yishimiz hali ko'rganim. Yo'q, unaqasi hali kelgani yo'q aka. Buni ham biz o'zi yo'q joylardan topib kelganmiz to'g'risi. Чтобы premiumlik, biznes klass nimaligini his qilish uchun baribir avtomashinani ko'rib turganingizdek shuncha komfortlari bilan olishingiz mumkin. Knopkacham bosib kalti yo'q ekan bu. Ha, kalti yo'q. Kalt bo'lsa knopkacham bitta bo'lsa eshik yopiladi. Kamera hozir ko'chada kameralar bilan raqobatlashamiz. Ko'chaga nechta kamera qo'yganmiz, mashinaga qo'yib qo'ydik kerak bo'lsa. Qarang aka. 310 gradus kamera ko'pchilik deydi. Aka, bunda 520 gradus desak ham bo'ladi. Avtomashinamizda naqd 24 ta kamera mavjud. 24 ta. Любой nuqtani yoningizdan o'tayotgan tarakan o'tib ketadimi, mo'rch o'tib ketadi, hammasini videoga olib sizga u kimligini hujjatlari bilan ko'rsatib beradigan avtomashina. Eng muhimi o'zingizni bezopasligingiz uchun kameralar joylashtirilgan avtomashina. Bu ham 1200 kilometr yurib beradi sizga. Lekin endi to'g'risi sal qimmatroq bo'lishi mumkin o'zbek xalqimizga. Endi boshiga birinchi marta Changan oilasiga kirib kelish uchun hozirda eng maqbul va eng ko'p sotilayotgan variant bu Dipal S07. Dipal S07 do'stlar. Aka bitta price listni ko'rsatasiz, 396 million so'm. Mashinamizni sotganmiz, juda ko'pchilikka sotganmiz. Hozir ular bu videoni ko'rsa, aniq bizni qarg'ashlari aniq, lekin bu mashinani 343 million so'mga dekabr oyida chiqarib berishga harakat qilamiz. 343 million. 343 million so'm, ya'ni 50 million so'm o'sha oldingi narxidan ko'ra ancha chegirmalar bo'lgan. Mashinani ichini bitta ko'rsangiz agar, o'sha Li9 ni berib turibdi. Li9 bilan o'zi yoqtirmayman, nima qilishni, lekin baribir ko'rinish bir xilda. Prosta u 63 ming dollarda aka. 63 ming dollarga uni olgandan ko'ra, prosta u nima desam ekan, buni olinglar yo maqtash emas, qaysi birini olgan bo'larsiz? 63 mingga unimi yoki 343 million bo'lsa agar 28 mingda gideti. 28 mingga Dipal S07 gibrid, hech qanaqa tabiatga zarar tegmaydigan, eng muhimi ekologiyaga hech narsa qilmaydi va kelajagingizni o'sha boshida aytganimdek, kelajakni o'ylayotgan bo'lsangiz, ertaga-indin gay sizni ushlab, bugun dushanba nima uchun ko'chaga chiqdi, sizni kuni seshanba deyishini xohlamasangiz, mana shunaqa S07 ni xarid qilishingizni tavsiya qilamiz. 1200 kilometr yuradi aziz do'stlar. Albatta. Endi yo'q funksiyani o'zi yo'q. Funksiyalarni sanaversa qo'limizdagi barmoqlarimiz yetmay qoladi. Gibrid kelganda juda ko'pchilik aytgan edi, buni gibridlar o'zi nima, gibrid qanday sotiladi, bunaqa. Lekin aka shu kungacha zo'r sotdik. Eng qizig'i bu qonunlar o'zi kuchga kirishni boshladi. Chunki ko'rishdi, что ekologiyaga umuman zarari yo'q avtomashina. O'zingizga ham zarari yo'q. Boshida qancha negativlar chiqdi, odamga zarari bormi, bunaqa deb. Kelinglar Changan Dipal avtosaloniga, o'sha hamma tomondan biz avtomashinamizni полный обзор qilib, tekin test drive qilib ketishingiz mumkin. Ayni paytda hammani o'zi shunaqa mashina olish o'zi fikr tug'ilib qoldi. Baribir любой siz ko'rayotgan bo'lsangiz, siz ham ishoning, где-то yana 3 yil, 4 yil vaqtlaringiz qolgan.
3 yil 4 yildan keyin xohlaysizmi xohlamaysizmi siz kelib gibrid avtomashinani xarid qilasiz. O'zbekistonda любой shahariga biz stiker kirib boradigan mashinalar Albatta. bo'lib qoldi. Hech narsa unaqa kun tanlamaydi bu yurish uchun, to'qson tanlamaydi, bemalol kelib nalichida xarid qilishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot qiziq bo'lsa, shunchaki pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki qaysi mashina qiziqligini kommentariyada Dipal S17 mi, Avatar 05 mi, hammasini yozib qoldiring. Sog' bo'ling, rahmat aytib qolamiz sizga ma'lumotlar uchun. Rahmat.